Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Biz yana bitta obyektga keldik. O'zimizning mahallada, Bo'yda tumani, Alimergan qishlog'ida ertalabdan ishni boshladik. Bizda tuman yaxshigina tushdi. Havo sovuq. Ko'chadan ko'rinishi ikkita darvoza bilan kirilar ekan. Darvozaxonalarimiz tepalari lombozi bo'lmagan ekan. Asosiy uylar lomboz qilingan ekan. Daryoqdagi darvozaxona ham lomboz bo'lmagan. Shogirdchalar oylanarsalar tepaga. Tepadan ko'rinishi mana. Bu qo'shni taraf. Uy o'rtaga solingan ekan. Orqada ustaxona qilishadi, boshqami agarot orqa tarafda ko'rinmaydi. Tepadan ko'rinishi. Xudo xolasa bet shifr bo'ladigan ekan. Shifrdan yopiladi. İşte boshladik.